Bugun restoran va mehmonxona sohasida asosiy 9 ta allergen mahsulotlar haqida gaplashamiz. Ushbu 9 ta allergen restoran va oshxona sohasida juda muhim hisoblanadi va bular soya, kunjut, bug'doy, tuxum mahsulotlari, sut mahsulotlari, qisqichbaqasimonlar, daraxt yong'oqlari, yer yong'oqlari va bug'doydan iborat. Servis sohasida ushbu mahsulot allergenlarini bilish juda ham muhim hisoblanadi va bu servisda professionallikni oshirishga yordam beradi. Misol uchun deylik, mehmonda yong'oqqa allergiyasi bo'lsa-yu, agar ofitsiant buni 100% bilmasa yoki tarkibiga shubha bo'lsa, albatta pastry yoki oshxonadan aniq ingrediyentini bilish lozim hisoblanadi. Bundan tashqari cross contamination degan narsa bor, ya'ni bu nima? Deylik, o'sha mehmonda yong'oq allergiyasi mavjud bo'lsa-yu, unga tayyorlanadigan taom bir xil pichoq yoki taxtakachdan foydalanilgan bo'lsa, demak bu ham tayyorlangan taomda allergiya keltirib chiqarishligi mumkin. Ya'ni ofitsiant taomni ichki ingrediyentlarini bilish bilan bir qatorda uni qanday tayyorlanish tartibini ham bilish kerak hisoblanadi. Servis sohasida mehmon sog'lig'ida jiddiy yoki nojo'ya ta'sirlar kelib chiqmasligi uchun mana shu sanab o'tilgan 9 ta allergenni bilish juda ham muhim hisoblanadi. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'ying va men ma'lumot berishda davom etaman. Rahmat hammaga.